Newcastle Barcelona o'yiniga to'xtalsangiz biroz. Angliyada Misol? Barselonaga oson bo'lmadi. Harakat qilish kerak o'rtoq. Bu ketishda bo'lmaydi. Nima bo'lmaydi? Bunaqa yoturmaymiz-ku. Harakat qilaylik onasini emsin. Mana shunaqa yeb-ichib yashab o'tib keturmaymiz-ku. Dadam bilan onam 40 ga kirdi. Biz haligacha mana bitta yengil dopaminni qurboni bo'lib Reels tomosha qilib o'tiribmiz. Uyat-ku. Ey, erkak kishi hayotda lider bo'lish kerak. Uzun ustida ishlash kerak. Faqat harakat qilish kerak, harakat qilish kerak. To'xtab qolsang bo'ldi, hech kimga kerak emassan. O'rtoq, bunaqa ketish bo'lmaydi. Davay, harakat qilaylik. Hozir boshlaylik, davay. Yo, to'g'ri Orzu, lekin hozir 3 ta nima qilamiz? Soat 3 bo'ldi. 3 bo'lgan bo'lsa, uxlash kerak. Ertadan qilamiz. Ertalab sahar turaylik bo'lmasa, ishni boshlaymiz. Yo, to'xta. Erta emas. Dushanbadan boshlaymiz. Dushanba. Yo'q, to'xta. Oyda oxiri-yu. Davaychi boshidan kallani bitta qilib boshlaymiz. Biridan boshlaymiz. Biridan boshlamagan. Ayta olmayapsan-a? Kod. Mushuk. Ha, mayli mushuk bo'lsin, mayli.